Сегодня особенный день настал. Исполнились наши мечты. Сквозь знания, опыт и сотни дорог мы клятве своей были верны. Здесь каждый урок открывал новый мир. Здесь вера сильнее росла, и сердце врача научилось всегда дарить человеку тепла. Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр здоровья матери и ребенка. Наш общий дом. Наша судьба. Для нас это огромная честь и радость организовывать праздники для ординаторов, которые старше нас, и провожать их в их профессиональный путь, потому что через год мы тоже будем выпускниками и тоже будем на их месте. Хотим им от всего сердца пожелать всего самого лучшего, успехов в карьере и самых лучших sвершений в их жизни. Bugun markazimizda har yili bo'lib o'tadigan ikkinchi kurslarni kuzatuv marosimini biz birinchi kursda o'tkazib beramiz. Tantanali ravishda ularni katta hayotga kuzatib, xayrlashuv marosimini o'tkazdik. Ularga omad tilab qolamiz. Birga bitirayotgan hamma kursdoshlarimga omad tilayman. Kelajakda karyeralar bundan ham zo'r, bundan ham chiroyli bo'lib, yaxshi doktorlar bo'lib yetishsin. Bizga bilim bergan, bizani mana shu yoqda o'qishimiz, ertadan kechgacha yurishimizni erkinlikni ta'minlab bergan Natalya Suratovna, Karim Janizovlar hamda bizga dars bergan Timur Fayzullayevich o'qituvchilarimiz hammasiga rahmat aytaman. Kursdoshlarim hammasiga omad tilayman. Kelajakda malakali shifokorlar bo'lib, hammamiz xalqimizga foydasi tegadigan vrachlar bo'lishni istaymiz va Xudo xohlasa buning uchun harakat qilamiz. Birinchi kurslarga esa omad tilaymiz. Keyingi ishlarida, o'qishlarida hamma o'zlari xohlagandek natijalarga erishishini tilab qolamiz. Amin. Потому что вы поступили 9-го. 2 года должно быть, понятно? Кушайте, сейчас я подойду к тебе.